Nima deb o'ylaysiz, bu hayotda mo'jiza bormi? Endi bilasiz, Samarqand viloyatida yagona ayol hokimman. Sizningcha hayot nimasi bilan qiziq? Lekin menga nimanidir qizg'andi-yu, juda ko'p narsa berdi. Gavhar Alimova nimadan qo'rqadi? Futbol ham o'ynaganmiz, to'p tepib. Haligi o'g'il bolalar bilan kurash ham o'ynaganmiz. Onangiz eng ko'p aytgan gaplari nima edi? Meni ko'proq kattaqo'rg'onlik onaxonlar To'maris qizim deyishadi. Yaxshi ko'rishadi. Ha, To'maris qizim. To'g'rilik siz uchun nima? Agar ota-onam bo'lganda, hozir ham oyoqlarini yuvib qo'ygan bo'lardi. Har kuni oyoqlarini yuvgan bo'lardi. Rahbar bo'lgandan keyinchalik o'sha damlarni onangiz ko'rishga muvaffaq bo'ldilarmi, yo'qmi? Yaxshilikni toshga, yomonlikni suvga yoz degan. Bu dunyo sizdan nimanidir qizg'ondimi? Davlat mukofotlarini prezidentimiz qo'llaridan olish bu meni hamma yaralarimning malhami bo'ldi. Haqiqatning nomi nima ekan? Aytib